Men atrofdagi dugonalarimga, qizlarga qaraganimda hammasi mendan chiroyliroq deb tuyuladi, aqlli deb tuyuladi. Nima qilsam bo'ladi? Bu solishtirish odati. Uni darhol to'xtatgan. Sen o'zingni noyobliging bilan qimmatlisan. Har kuni kundaligingga meni ustun tomonlarim deb har doim bittagina kачествоlarni yozib borgan. Shunda ko'z o'ngingda shunaqa chiroyli kачестволaring ko'payib boradi. Men har doim ish boshlaganimda qilolmasamchi, eplolmasamchi degan vahima bosadi. Bundan qanday qutulishim mumkin? Shunaqa paytda darhol ishi eng kichik qismidan boshlagan. Masalan, katta rejani emas, faqatgina bitta kichkina vazifasini bajarib ko'rgan. Har safar kichkinagina qadamlarni uddalaganingdan keyin miya "Men buni qila olaman" degan ustanovkani oladi. Tanishlarimni gaplari menga qattiq ta'sir qiladi. Ular kulib qo'ysa ham o'zimni juda ham past his qilaman. Bu sani samadsinki hali mustahkammasligini ko'rsatadi. Esingda tut. Odamlarni gaplari bu ularni fikri. Sen o'zingni qadriyatingni o'zing belgilaysan. Buning uchun kundalik odat qilgan. Har kuni 3 ta men o'zimni qadrlayman deb yozib qoldirgan.